o'rtoqlar, qaranglar, do'konimizga nima olib kelib qo'yganimiz, ana bu nachnik bo'ladi. Bolalaringlar uchun juda ham zo'r narsa. Sovg'a qilsanglar juda ham xursand bo'lishadi. Xullas, bu mana bu yerdan yoqib qo'yasizlar. Birinchi rejim bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Takoy lyoqki sariq rang yonadi. Bundoq ursanglar ikkinchi rejimga o'tadi. Bundoq ursanglar uchinchi rejimga o'tadi. Xullas, общий 4 ta rejim bo'ladi. 3 ta rejim mana shunaqa sariq mutniyroq ranglarda yonadi. 4-rejim bo'lsa avto rejim bo'ladi. Ya'ni kechasi qo'yib qo'ysanglar, bolalarning xonasiga o'zi o'zgarib, mana shunaqa ranglarni alishtirib bemalol ishlayveradi. Xullas, bu akkumulyatorli bo'ladi. Razyomlar Type-C'li, eng muhimi bu razyom Type-C'li bo'ladi. Zaryadka qilib bemalol ishlataverasizlar. Bolalar uchun juda ham zo'r sovg'a bo'ladi. Narxi ham unaqa qimmat chiqmagan. Xullas, kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Do'konimiz sotuvda bor. Boshqa variantlari ham bor. Yoqqanini tanlasanglar, xullas sizlarga dastavka orqali chiqazib yuboramiz. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, sizlarga dastavka orqali chiqazib beramiz.